Bizlar o'zani 9-kuni. Sizlarga bir savol. Hozirgi yoshlar maza qilib o'ynaydigan o'yin qaysi o'yin? Hamma birovida PUBG deydi. Bolalar maza qilib hozir PUBG o'ynaydi. Bizni paytimizda haqiqiy PUBG o'ynaydi. Hamma o'yinga bir-biridan qiziqadi. Futbol o'ynaydi, futbolga meni qo'shmaydi. Rukani Slobodni qilding deydi, nima degani bo'lsa. Yana juda qiziq o'yin bor. Xola degan o'yin kelmaydi shu o'yin. Juda qiziq o'yin edi. To'g'ri, Sporting that offer. Sport. Nini o'ynaydi. Ya sport o'ynaydi. Paytlarim telefonimiz bo'laydi, faqat boshqacha vaqtda. Xullas, shunaqa gaplashdik. Alo.